Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Nizom Gamer. Bugungi videoda sizlar bilan Johir o'rtog'imni sizlar tanishtiraman. Johir gapir. Assalomu alaykum do'stlar. Men Nizom o'rtog'im obuna bo'lsanizlar endi. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Johir haqida nechtadir fakt qilamiz. Qani ketdik. Xo'p do'stlar, mana Johir o'rtog'im haqida nechtadir fakt qilamiz. Birinchi faktni o'zi aytib o'tadi. Men aytmayman. Assalomu alaykum do'stlar. Assalom deb bo'lding sen. Do'stlar, mana meni o'rtog'im eng haqiqat. Nima? Keyin yana bitta fakt. Nizom meni o'rtog'im dedi. Johir sinfdoshmiz, bitta sinfda o'qiymiz. Keyingi fakt. Keyingi fakt. Johir ikkalamiz 6-sinfmiz. Bitta sinfda o'qiymiz, sinfdagi o'rtog'im. Xo'p, shu haqida gapirib ketmoqchi edik. Hammaga xayr do'stlar, salomat bo'lamiz.